Oyligi $1000 $2000 ish bor. 18 yoshdan 50 yoshgacha ham erkak, ham ayolli, ham семейный komnatalargacha beradigan ish bor. Yotoq joyi tekin, registratsiyasi tekin, ovqat tekin. Ish qayerda? Rossiyada Saransk oblastida va Tulsk oblastida. Agar dokumentlaringiz bo'lmasa, kelgan bo'lsangiz dokument qilishga ham yordam beradi, lekin oylikdan qaytarib qoladi. Qizlar kelsa ham bo'ladi, erkaklar kelsa ham bo'ladi. Ish nimadan iborat? Belyayskiy pastela shirinlik ishlab chiqaradigan zavodiga ishchilar kerak. Upakovщиклар va o'sha shirinlik chiqargan paytda kesib turib masalalarni surtasizlar. Plandan ko'proq ish qilsa 80 ming rubl emas, 90 ming, 150 ming, 160 ming rublgacha topishyapti. Undan tashqari upakovщиклар soatiga olishadi. Har 10 kunda выходной, har 10 kunda oylik olib ketaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni pastdagi telefon raqamlardan telefon qilib olsalaringiz bo'ladi. Do'stlar, videoga bitta like bosing. Agar siz ish izlab yurgan bo'lsangiz, kelib ishlashingiz mumkin. Agar siz o'sha yerda bo'lmasangiz, tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringiz, kelib ishlab soqqanni qilsa, savobga qo'ygan bo'lasizlar.